Hayotimning 24-sanasi shunisi bilan yodimda qoldiki, dengiz yaqinidagi mehmonxonada bir qizni uchratib qoldim. Biz bir-birimizga yoqdik. Boshini tik tutgan holda u kimonosining yengi bilan yuzini to'sib turardi. Buni ko'rib men bir necha bor u bu yomon odatdan qutulishi kerak deb o'yladim. Baribir seni ko'ryapman. Butun jamolimni emas. Uning nafis ishvasidan yengil tortdim. Hammasi joyidami? Ha, hammasi joyida. To'g'risi, hammasi joyida. U yengini tushirdi. Qizning jiddiy yuzidan ko'zimga tik boqish uchun ancha-buncha harakat qilganini o'qishim mumkin edi. Boshimni teskari burdim. Ro'paramda Ummon turardi. Mening ahmoqona bir odatim bor. So'zlashganimda odamlarning ko'ziga tik qarayman. Ko'pchilik albatta bundan o'zini o'ng'aysiz sezadi. Men bu qilig'imdan qutulishni istardim. Biroq suhbatdoshimning yuzini ko'rmasam, o'zimni juda yomon his qilaman. Lekin har safar o'zimdagi bu odat hech qayerga ketmaganini sezib, uyatdan yerga kirib ketay derdim. Bu ota-onam o'lganidan so'ng begonalar qo'lida qolganimda shakllangan deb o'zimni oqlardim. To'g'risi, begona chehralardan nimalarni kutishim mumkinligini tushunishga intilardim. Men qizdan yuzimni burdim. Ummon qirg'og'i quyosh shu'lasidan mast edi. Bu nur menda bolalik xotiralarni uyg'otdi. Ota-onamning o'limidan so'ng men buvam bilan qishloqda qariyb 10 yil yashadim. Uning ko'zlari ko'r edi. Buvam uzoq yillar xonasining bir burchagida o'tirib kunni kech qilardi. So'ng tag'in tong ottirardi. Sovuq qotgani uchun yonginasida hamisha ko'mirli manqal turardi. Ertalab uyg'onganida buvam yuzini sharqqa o'girib o'tirar, keyin asta-sekin u janubga burilardi. Biroq aslo shimolga yuz burmasdi. Buvamning g'aroyib odatini payqagach, yuragimga g'ulg'ula tushdi. Uning yonida soatlab o'tirib, shimolga yuz burishini kutdim. Bu aslo ro'y bermadi. Har 5 daqiqada o'ngga burilishi kerak bo'lgan to'kli qo'g'irchoqdek buvam faqat janubga o'girilardi. Biroz zerikarli, biroq ayni damda vahimali manzara edi. Janub bu yorug'lik va hatto so'qirga ham janub biroz yorug'roq tuyular ekan. Har qalay men shunday xulosa qilganman. Keyin buvamni butkul unutdim. Hozir esa negadir uning shu odatini yana xotirladim. To'g'risi, uning hech bo'lmasa bir marta shimolga qarashini xohlaganman. U so'qir edi. Men esa bor kuchim bilan uning yumuq ko'zlariga tikilardim. Odamlar ko'ziga tik qarash odatim o'sha men qadrdon uyimda yashagan paytdan boshlanganiga ayni damda shu qizning qarshisida tushundim. Endi men bemalol o'zimga achinishim mumkin edi. Chunki qizga o'zimning yaxshi tomonlarini taqdim etmoqchi edim, biroq aksi bo'ldi. Men allaqachon ko'nikdim, lekin baribir biroz uyalayapman. Bu so'zlar uning ko'zlariga yana tikilishga izn berayotgandek yangradi. Ehtimol qiz odatlarim qarshisida unga biroz g'alati tuyulganini aytmoqchi bo'lgandir. Nima bo'lganda ham qizga xotirjamlik bilan qarashim mumkin edi. Qizning yonoqlari xiyla qizardi. Uning ko'zlari esa sho'x boqardi. Endi kun sayin yuzim sizga tobora tanish bo'la boradi. Shunday ekan, xavotirga ne hojat, dedi u bolalarcha ma'sumlik bilan. Men kulib yubordim.
Dilimda qandaydir latiflik paydo bo'ldi. U va bobom bir butunlikka aylandi. To'g'risi shu topda hayajondan quyosh shu'lasiga burkangan Ummon sohiliga peshvoz chiqqim keldi.